Zavqli kun. Aziz tomoshabinlar, navbatdagi mehmonimizni siz nafaqat xonanda, balki velosipedida butun dunyoni aylanib chiqqan sayyoh sifatida ham yaxshi taniysiz. Xursand aka Sherif, assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Salomatmisiz? Bayram muborak bo'lsin deymiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Hammamizga. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Hammalaringizni bugungi ulug' ayyom butun O'zbekistonimizda ustoz murabbiylarimizni bayrami lutfan mana taklif qilganlaringiz uchun avvalambor katta rahmat. Bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ha, o'sha sizni tanishtirayotganda nafaqat xonanda, balki o'sha velosayyoh sifatida ham aytib o'tdim. Umuman olganda o'sha siz aylanib chiqqan davlatlar soni nechta, velosipedda borib kelgan davlatlaringiz soni? Endi avvalambor hozirgina mana eshitdim, geografiya haqida ketdi. Yer globusi, ya'ni aylanmasi 44 ming kilometr bo'lsa, turamiz aylanganda. Ekvator deyiladi. Shu ekvatorda men ikkinchi marotaba aylanyapman. Ammo bormagan joyim faqat sharq tomonda Yaponiya, Indoneziya tomonlari, Amerika tomonlari. Va bu tomonlarda o'zi hamma yoqni aylanib keldim. Mana bu yil bahorda chiqib ketgan bo'lsam, avgust oyida kirib keldim. 5 oy oralig'ida Toshkentdan Murmansk shimolga bordim. Finlyandiya tomonga, Rossiyani o'sha Finlyandiya tomonda borib qaytib keldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi bemalol siz geografiya fanidan dars bersangiz ham bo'ladi. Endi hayotiy misollar bilan ham aytib bera olasiz, o'quvchilarga qiziqtiradigan darajada. Ustozlarimiz kunida mana bergan savolingizga javob, avvalambor sayohatchi qat'iy nazar mashinadami, avtobuslardami yoki o'zining mashinalarida yoki velosipeddami yoki o'zini o'sha jismonan sog'lom bo'lsa harakatida, ya'ni piyoda yurishda ham har bir sayyoh geografiyani yaxshi bilish kerak. Geografiyani bilgandan keyin o'sha boradigan joyini, yo'llarni, sharoitlarni, muhitlarni, xalqini albatta yordam beradi. Ha, juda ham to'g'ri. Dastur avvalida biz aynan birinchi ustozlarimizni esladik. Siz ham eslaysiz birinchi ustozingizni? Albatta, endi hali ham masalan o'zimni ustozimni eslasam, ustozimga men hali ham shogird deb bilaman. Chunki meni ustozim o'sha Toshkent davlat rassomchilik san'ati oldingi Ostrovchi nomidagi teatralniy institutni bitirganman. Hozirgi kunda O'zbekiston san'at madaniyat instituti. Shuni bitirganman. Ustozim hozir ham mana ijod qilyaptilar. Shahzod aka Primatov aktyorlar ko'p seriallarda ishtirok qilyaptilar. Shu bilan aloqadaman, kecha ham tabriklab qo'ydim. Va ko'p o'sha sahna nutqidan dars bergan Bashoratxon ona onamiz. Ko'p ustozlarimiz o'tib ketdi. Endi ustozlarni eslaganda avvalambor masalan endi sportda ham ustoz topdik. Trener deyishadi, ya'ni o'rgatuvchi. O'zi to'g'ridan to'g'ri men haligi sportga o'tib, keyin sog'ligimni tiklaganimdan keyin hozirgi kunda sport faxriysi bo'ldim. Shuning uchun murabbiylar bor. Ularni ham bugun sport olamidagi barcha murabbiylarni ham tabriklab, mana sizlarni ko'rib turibman. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap ustozlar haqida borganida ustoz va murabbiylarga atab qo'shiq ham kuylabsiz. Ana shu qo'shiqni tinglasak degan niyatimiz bor-da. Qo'shiqni tarixini aytsam bo'ladimi? Albatta. O'zbekiston teleradio kompaniyasi o'sha radioda badiiy jamoalarda ishlagan davrimda ustoz marhum bolalarning shoiri Po'lat aka Mo'minov bir she'r olib keldi. O'sha she'rni endi Xudsayevda o'tgandan keyin hofizlarga berishadi, kim olib qolar. O'shanda menga kelib, sizni repertuarlaringizni ko'p kuzataman, sizda mazmundor qo'shiqlar yaratasiz dedi. Men aytdim, ha, endi o'sha otalar, ona, vatan, filosofiya kuchli, mazmunli, o'sha shifokorlar, keyin shu o'qituvchilar haqida muallim degan, ustoz muallim degan she'rlarni berib, uni bir-ikki bor men orkestrda o'tkazdim. O'qishga yoqmadi, chunki milliyroq qiling dedi. Keyin
davr taqozosi bilan radiodan ketib qolib, sportga o'tib ketdim. Milliy kurash bilan dunyo kezdim. Shu qo'shiq qolib ketuvdi. Bir davrada chaqirishganda endi bilasiz, endi tarixga aylanib qoldi. Sanobarxon onamizni, opamizni, ustozimizni, o'sha ustozlar qo'shiq hali ham xalq qo'shig'iga aylanib yoki Kominaxon onamizni aytgan ashulalar ustozlar. Shular qatorida shu muallim qo'shig'imni mana bugun xursandmanki, ilk bora aytyapman. Bunga o'tganiga mana radioda 2003-yillarda agar ketib o'zbek raqslarida ishladim. Undan tashqari mana sport bilan dunyo kezdim. Vaholanki mana 20 yillar o'tibdi. Shu qo'shiq mana bugun ijro etilyapti. Chunki rahmat, mana shu ko'rsatuvni tashkil qilib, meni taklif qilib, shu qo'shiq aynan shu ustozlarimga bag'ishlayman. Po'lat Mo'min she'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat, sizni mo'jaz sahnamizga taklif etamiz. Xo'p. Ajoyib qo'shiq. Birgalikda mikrofonni olishingiz mumkin, ustoz. Ahli ustoz muallim chekib ranju mashaqqat topgan e'zoz muallim shogird boshim silagan sog'lik omad tilagan boshim silagan sog'lik omad tilagan fan ko'kda o'rgatgan oz parvoz muallim fan ko'kda o'rgatgan oz parvoz muallim Yiğitleri sirkmet Gulber çegeti himmet İtikadı yolunda Geçmegen vazvarlı O'qitgan o'qtirgan yaxshiliklar yuqtirgan mo'min shogirdga tamom ustoz muallim kasbi kori muqaddas ham olgan damas kasbi kori muqaddas Alloh ham olgan damas hamma ming bor tazimda topgan e'zoz muallim ming bor hazmda
qo'shiq Albatta. gap bo'lishi mumkin emas. Mana qo'shiqqa baho beringlar. Zo'r. Butun xalqimiz eshitib sizlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ha, azizlar, juda ham ajoyib ijro. Go'zal ijro bo'libdi. So'zlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Ustozlarni qancha madh etsak shuncha kam. Boisi o'sha bizni hayotimizni yorituvchi chiroqda ular. To'g'rimi ustoz? Ha. Ustoz deganda masalan bolalik chog'imizdan o'smirlik chog'imizda ilk bora qadam qo'yganimizda bog'chadan boshlanadi tarbiya. Shuning uchun o'qituvchilar va murabbiylar kuni. O'sha bog'chadan boshlangan tarbiyadan keyin siz maktabga borasiz. Birinchi qadamingiz boshlang'ich maktab, o'rta maktab va bitirganimizdan keyin yaxshi o'qigan o'sha damlarni eslasak, studentlik chog'lar, keyin o'sha institutda o'qib do'st orttirib, mana butun O'zbekistonda ya'ni san'atkorlar desak, ko'pincha shu san'atkorlarni ko'rganimizda eng avvalambor birinchi ustozimizni ko'rib turibsizlarmi deydi. Albatta ustozlardan xabar olish kerak. Hozirgina ko'rdingiz, she'rda ham mehr ilmin ulashgan ahli ustoz muallim, chekib ranju mashaqqat topgan e'zoz muallim, shogird boshin silagan, sog'lik omad tilagan, fan ko'kida o'rgatgan ahli ustoz muallim deyapti. Qarang so'zlarni. Ha, bugungi kunda chindan ham ustozlarni o'rni, ahamiyati qanchalik yuksak ekanligini yanada teranroq anglayapmiz va ularga e'tibor, e'tirof avvalgidan ancha o'zgarganini, yaxshi tarafga o'zgarganini, ularni mukofotlanayotganliklarini, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanayotganliklarini guvohi bo'lyapmiz-da. Bu albatta ustozlarimiz qanchalik hayotimizda muhim ekanliklaridan dalolat beradi. Albatta juda ham to'g'ri va ustoz hozir eslab o'tsak, aynan ilk ijodiy faoliyatingizni O'zbekiston teleradio kompaniyasining Estrada simfonik orkestrida boshlagan ekansiz. Keling mana shu davrlarni bir eslasak. Badiiy jamoalarda ishlaganmiz. Avvalambor o'sha ilk bora O'zbekiston radiosiga ishga joylashganimda, endi badiiy jamoada bilasiz, maqomchilar, estrada guruhlari, qolaversa xor kollektivi, dutorchi qizlar ansambli, undan keyin yosh bolalarimizni ansambllari. Mana endi nima desam bo'ladi? Ham suxandon, vedushi deyishadi, mana sizlarga o'xshab konferensura deyishardi. O'sha paytda konsert dasturini olib borardim va o'sha xalqlar do'stligi oralig'idagi do'stlik ko'prigini, rishtasini bog'lovchi san'atkor bo'lib qolganman. Chunki turli millat vakillari bilan muomala qilib gaplashish, qo'shiq ijro qilish, o'sha qo'shiqchilarni o'zingiz bilasiz, aytishadi xalqlar do'stligi kuychisi deb. Men o'sha O'zbekiston radiosida ishlaganimda aynan bizni butun respublika bo'ylab gastrollarga bizni jo'natishardi. Har bir bayram dasturlarida qatnashardik. Har bir jamoani chiqishidan oldin men chiqib vatan tuyg'usida, vatan haqidagi she'rlar, poytaxt haqida she'rlar va undan keyin mazmundor qo'shiqlarimni aytib, keyin san'atkorlarimizni davraga chorlardim. Ammo radioda o'sha ko'p fonetikada ko'p qo'shiqlar yozganman. 50 dan ortiqroq o'sha o'zim qo'shiqlarim, undan tashqari kompozitorlar qo'shiqlari, undan tashqari o'sha 5-qavatda vatandosh nimasi bo'lardi, dunyo bo'ylab o'sha arab tilida, chin tillarida, xorij tillarida qo'shiqlar yozganman. Endi o'sha davrlarni eslasam, haqiqatan ham endi mana bugungina hozirgina siz to'g'ri aytdingiz, o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor. Men juda ko'p o'sha hozir velosiped haqida gapirganimda g'ildirakli, sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilaman. O'sha ham sport turida uchlik, ya'ni velosportda yugurish, suzish va velosipedga o'tirib masofani bosib o'tish. Bu triatlon deyiladi, uchlik. Ikkiligi ham bor, yugurish, velosipedda masofani bosib o'tish kerak. Menda uchlik madaniyat, sport
va turizm targ'ibot qilaman. Chunki masalan Buyuk Ipak yo'li mana yaqindagina 1200 kilometr Toshkent, Samarqand, Buxoro, qaytib kelishingiz 1200 kilometr bo'ladi. Mana shu Buyuk Ipak yo'li. Bu Buyuk Ipak yo'liga kelib ishtirok etadiganlar jahondan kelgan, Kanada, Amerika, Yaponiya, Xitoydan kelgan. Hattoki bilasizmi? Hech o'zimga kela olmay qoldim. Bir inson kelyapti ro'bara. Endi biz kutib olyapmiz O'zbekiston nimamiz mehmonlarni. Kanadalik velosayohni men Pomir tog'larida, cho'qqilarda shundoq ro'bara kelganimda. U meni eslolmasa ham, meni xotiram kuchli bo'lganligi uchun men uni assalomu alaykum, xush kelibsiz O'zbekistonga, welcome deb tanishib, adashmasam Steven bo'lsang kerak desam, ha dedi. Qayerda bilding dedi. Aytdim, men sen bilan Pomirda uchraganmiz. Mana shundoq o'sha bordi keldi va o'sha viloyatlarga chiqqanimizda aynan shu konsert dasturlarida ko'pchilik savol berib qolishadi. Nimaga endi qo'shiqchilikni tashladingizmi? Yo'q. Qo'shiq yuragimizda, ammo sog'lik tufayli men velosipedga o'tirib, mana endi sport faxriysi bo'ldim. Velosiped bilan qaytlarga borsam, avvalambor O'zbekiston bayrog'i, kelgan kiyimlarim, undan tashqari o'sha borgan joyda kutib olishadigan joyda qo'shiqchi sifatida ishtirok etaman-da va O'zbekiston haqida gapiraman. Keyin milliy g'ururimizni avvalambor O'zbekiston, masalan, Ipak yo'lidagi shaharlar Samarqand, Buxoro, Xiva, Urganch desam, bular bilishadi. Ipak yo'lini eng asosiy. Keyin vodiy tomonda. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Yer dumaloq. Inson bilan albatta uchrashadi. Tog' bilan emas. Mana men 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri tushmayman. Mana sizga eshittirishingizga kelgunga qadar Anhor bo'ylab yugurib, chiniqib, velosipedlar bilan harakat qilib keldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Velosipedda ilk marotaba bosib o'tgan masofangiz qancha bo'lgan? Endi boshlang'ich davrda. Masalan, 10 yil oralig'ida velosipedda etap. Ya'ni men yer sharini aylanmoqchi edim, chunki O'zbekistondan yer sharini aylangan hali velosayoh chiqmagan. Uni men butun internetda ham qidirganman, so'raganman. Xorijliklar ko'p kelishadi, xorijdan. Yaponiya, Amerika, butun dunyodan. Men ham niyat qilib shu tarix, geografiyani yaxshi ko'rganim uchun geografiyani, yer qirrasini aylanib chiqaman deb niyat qildim. Endi ko'p joylarda, masalan, bilasiz o'zingiz, qonun qoidalar bor, chegaralar yopiq, o'ta olmaysiz. Keyin men o'sha samolyotlar orqali emas, faqat velosipedda bosib o'taman deb niyat qilgandim. Buyuk Ipak yo'lini bosib o'tdim. Buyuk Ipak yo'lini ba'zi mana endi hozir tayyorgarlik ko'ryaptim. Nimaga qolib ketgan? Chegaralari yopiq edi. Mana endi Tojikiston ochildi, viza yo'q. Afg'oniston, Pokiston, Eron, Turkmaniston orqali. Turkmanistonda bo'lgan mana shu Eron orqali 3 ta davlat qolib ketdi Buyuk Ipak yo'li. Bu yog'i endi masalan Turksib deganda Sibir o'lkasi to Yaponiyagacha bordim. Vladivostokka o'tgan Mongoliya orqali 12000 kilometr bosib o'tdim. Bu yil ham. Endi siz aytganingizdek eng oliy masofalardagi ilk bora birinchi O'zbekistonda aylanib chiqqanman. O'zbekistonning bu tomonini aylanib chiqqanimdan keyin menga kichkina bo'lib qoldi. Keyin Qozog'istonga o'tdim. Qozog'iston ham kichkina bo'lib qoldi. Qirg'izistonga o'tmoqchi edim, shu mahallar bog'liq edi, chegara yo'q edi. Xitoyga qarab ketdim. Buyuk Ipak yo'lini Xitoydan Turkiyagacha bordim. Hammasi bor. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boraman, chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali dunyo taniyapti va o'sha xorijdan kelgan mehmonlar aynan meni qidirib kelishyapti. Chunki endi uzoq safarlarga yurgan sayohatchi bo'lib qoldim. Eng uzoq yurgan, birinchi ilk bora yurgan Toshkent, Moskva 3,5 kilometrni 48 kunda bosib o'tganman. O'zi o'ylang, og'zida gapirish oson. Endi men uchun 200 kilometr o'rtacha bo'lib qoldi. Mana bu yil ham 200 dan ham oshiq kuniga, chunki o'sha manzilga yetib borish kerak. GPS qo'yilgan, bizni kontrolga olishgan. Bilasiz, endi xotira va qadrlash kuniga men Moskvaga bordim. U yerda ishtirok qilib, keyin menga aytishdiki, agar shu yer qirrasini yana shimol tomonini o'tmagan bo'lsangiz, biz sizga yordam beramiz deyishdi. Mana o'sha aynan Rossiyani, o'sha Finlandiya, Norvegiya chegaralariga borib taqalib, ko'rib, hayoti bilan, xalqlari bilan madaniyat, san'at, sportni targ'ibot qilib, orqaga qaytib keldim.
gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Endi bilamiz, o'sha faqatgina tekis yo'llardan iborat emasda, dalalarning ichidan o'tish kerak bo'ladi yoki bo'lmasa jarliklar bo'lishi mumkin, boshqa tog'u toshlar deymiz. Qanaqa sarguzashtlar bo'ladi? O'zi haligi putешествие deganda, sayohat qilganda приключенияsiz bo'lmaydi. Chunki o'ylang, bu mashaqqat, birinchidan sog'lom bo'lishingiz kerak. Men avvalambor sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilib va aynan o'zimni avvalambor sog'ligimni tiklaganim 5,5 oyda men shu Labzayda turaman. Labzaydan Qirg'iziston chegarasigacha borgan 5,5 oyda. O'shandan keyin yurak og'rig'im xurujida xolis bo'lganman. Shifokorlar ham hayratda qolishgan. Ana undan keyin menga tavsiya qilishgandan keyin men именно shu velosipedni tanladim. Velosipedni mana birinchi velosiped bir 10 ga yaqin velosiped almashtirgan bo'lsam, hozir 4 velosipedim bor. Birinchi tog' velosipedi, tog'da yuradigan velosiped. Ikkinchisi gonkada, haligi velo yurishda, tezlikda ikkita o'sha sovg'a qilingan. O'sha Ozarbayjon xalqi qo'shiqchi Muslim Magamayev xotirasini olib yurgan shu 2 dona velosiped. Mana bu yil o'tgan yil Mongoliyaga borib, Vladivostokka borsam, Qozog'iston yengil o'sha gonishni 6 kilogramlik velosiped, professional velosiped. Unda uchish, unga ham trenirovka qilish kerak, o'rganish kerak. U boshqacha. Bu yilgi bergan velosipedi aynan dunyoni kezadigan turing deyiladi. Turizm uchun. Mana shu 4 ta velosiped bor. Xohlasangiz keling, men sizga bittasini beraman. O'shanda siz meni sinaysiz, men sizni sinab ko'raman. Kunda qancha yura olish? Men o'rtacha yurishib 200 kilometr normal holatda yuraman. Bu yil mana shu ham roza tutgan edi. 10 kun O'zbekistonda 20 kun Qozog'iston cho'llarida sinab ko'rdim. Yurak qanaqa? Men hali ham yuragimni o'ylayman, chunki birinchidan shifokorlarga ko'p murojaat qilsam, siz hali ham o'sha olovsiz, sher yuraksiz, olg'a. Shuning uchun sog'lom turmush tarzida bilasiz, grek Yunon filosofini bir so'zi bor. Hamma ishlataman. Harakat bu sog'lik demakdir. Sog'lik esa harakatdan iboratdir. Agarda ruschasiga gapirganda, движение это жизнь, а жизнь это движение. Shuning uchun bundan harakat qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Va siz chin ma'noda yoshlarga o'rnak bo'layotgan insonsiz. O'sha harakatlaringiz bilan rahmat aytamiz bugungi dasturimizdagi ishtirokingiz uchun. Salomat bo'ling. Ijodiy muvaffaqiyatlar hamisha hamroh bo'lsin sizga va sayohatlaringiz hammasi o'sha ko'ngildagidek o'tsin. Uzoq masofalarni bosib o'tasiz. Yo'llarda hech qanday bir ko'ngilsizliklarga uchramang deymiz va suhbatimiz so'ngida sizga qo'shiq aytib berishingizni iltimos qilmoqchi edik. Vatan haqidagi taronangiz bilan bugungi jonli efirimizga yakun yasasak degan niyatimiz bor edi. Aziz do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. Bizga hamrohlik qilganligingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Ustoz va murabbiylarni bugungi ayyomlari bilan chin yurakdan yana bir bor samimiy muborakbod etamiz. Hamisha sog' va salomat bo'ling deymiz. Azizlar, Nurafshon TVdan aslo uzoqlashmang. Kelgusi dastur qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Marhamat, sizni sahnamizga taklif etamiz. Jahonda men tug'ilgan o'lkadek hech bir diyor o'lmas. Bu yanglig' bog'i gulshan ham, bu yanglig' gulzor o'lmas. Vatan sevmak shiorumdir, bu olamda shior o'lmas. Vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas. Vatan sevmak shiorumdir, bu olamda shior o'lmas. Vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas. Zilol suv ta'mini totmas,
aziz tuproqni bog' etkil yarashkay iftixor etsang ki ortiq iftixor o'lmas vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas jahonda men tug'ilgan o'lkadek hech bir diyor o'lmas o'lmas vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas vatanni sevmagan inson jahonda baxtiyor o'lmas Sablikon Zaklikon Flavis, trend yaratuvchi brend.